Nima? Men shunaqa tilla taqib yuradigan erkakka o'xshayapmanmi? Bu kelinimning tillalari. Lekin aslida buni bittasi ham kelinimniki emas. Chunki biz bir narsani bilamiz. Agar ayol kishi mana shu tillalarning ichida bittasini o'zi olgan bo'lganda edi, hammasi menga tegishli, meniki deb hisoblardi. Shuni bilgan holda bittasini ham o'ziga oldirmaganmiz. Hammasini biz olib berganmiz. Mayli aka, hech kim qarshi bo'lmasa, biz hisoblab beraveramiz. O'tirib oling. Qarshiliklar bo'lmaydi, ukam, bo'la olmaydi ham. Chunki bu tillarda birovning haqqi yo'q. O'g'lim ikkalamiz peshana teri bilan topgan. Mana peshanamni qarang, chiziqlari mana shu tillarni topganimcha chizilib ketgan peshanalar. Kim qarshilik ko'rsatishi mumkin? Xo'p aka, bitta provalarni ko'ringlar, hisoblab beramiz. Xo'p, bularning hammasi 750 proba ekan. 750 probani bugungi kunda narxi 1 grammiga 1 million 100 ming so'm. 192 72 gram bo'ldi. Xo'p, bularning hammasi aka 211 million 992 ming chiqyapti. Albatta, hammadan eshitib keldim deganingiz uchun buni tekis qilib beramiz. 212 million qilib beramiz sizga. Nima? Demak, bu bizni kelin shu paytgacha o'zidan ham bir necha barobar qimmat narsani taqib yurgan ekanda, ha? Mayli, aka unaqa demay qo'ya qoling. U ham birovning bolasi-yu. Endi nimaga gapirmas ekanman, ukam? Ko'ryapsiz-ku, 212 millionni taqib qo'ygan qaynota-qaynonani qadriga yetmay o'tiribdi-ku. Qaytaga yaxshi bo'ldi. Hozir buni pulini sanaysiz. Buni puliga teplitsa qurdirib olamiz. Ha? Pomidor ektiramiz, pa. Siz hayron bo'lmang, ukam. Pomidorda gap ko'p. Hamma gap pomidorda. Pulni sanang, pulni. Bo'ldi aka. 212 million pul beraman sizga. Mana 12 million. Mana aka. Qoyil. Xo'p. Bu yerda 150, mana 200. 200. 12. Rahmat ukam, sog' bo'lasiz. Katta ehtimol bilan yana kelaman. Mayli aka, salomat bo'ling. Kutamiz.